Ha. Men bitta gap aytaman, Quvada eng arzon bitta o'ta texnika sotadigan Sardor ukam bo'ladi. Sababi bu yerda olgan buyumlarimni aytaman mana. Pullar olyapman. Eng zo'rini juda arzon narxda qilib beraki, kir mashina olganman, mana 4-oy ketyapti LG'da. Shunaqa zo'r ishlayapti, bitta aybi chiqqan yo'q. Haqiqiy zo'r, ham arzonga bergan. Butun hammaga arzonga beradi. Men tavsiya qilaman, har doim Sardordan olinglar, Sardordan. Albaraka. Chunki biz bu bilan shartnoma ishlayotganimizda qanaqa kelishgan? Aka, men arzonga qilib beraman. Ozgina qolsa bo'ldi. Siz bosaverasiz degan. Shuning uchun ham men hamkor, uzoq yillik hamkor bo'lib ishlaymiz deyman. Kunlar oldimiz, kunlarda asqatadi xudo xolasa. Sizlarga maslahat beraman. Bitta manzil shu. Voy bila, buni o'zim olishim kerak, bular kibr. Ular Mazir Quva tuman markazida mana bunaqa bekat, bu tomonga Quva dehqon bozoriga yuradi. Bu tomonga Skoriya ketasizlar, bu tomonga sentr, bu tomonga chuqurga tushib ketadi. Xullas, albaraka kelaverasizlar, barchalaringizni kutaman.